Ko'p qizlarimizni bu sir emas, buni ochig'ini aytaman, yuzidagi ugrisini bekitaman deb konsiler ishlatishadi, tonalka ishlatishadi. Bu tabiiy holat. Qizlar yuzidagi ugrisi bilan ochiq oydin yurishni xohlamaydi, har doim bekitishni xohlaydi. Bu yuzdagi ugrilarning ko'payishiga, komedonlarning ko'payishiga olib keladi. Men patsientlarim har doim muolajaga kelishganda birinchi ko'p so'raymanda, nima qilarding, nima so'rarding deb so'rayman har doim patsientlarimdan. Har doim etapma-etap gidrofilni ishlatishadi, terini namlantiruvchi, oziqlantiruvchi, yog'lantiruvchi kremlardan foydalanib makiyajga tayyorlashadi. Bu unaqa holatlarda umuman mumkin emas. Terida toshma bormi, teri yog'limi, toshmaga moyillimi, moyilligi bormi? Bunaqa holatlarda terini yog'lantirish, namlantirish mumkin emas. Shuni oqibatida husnbuzarlar juda ham ko'payib boradi. Va tabiiy holatki, bu patsientlarim har doim yuzidagi husnbuzarlarni bekitmoqchi bo'lib, tonalkalardan, konsilerlardan foydalanishadi. Men tavsiya qilgan bo'lardim, imkon darajasida har doim teriga e'tibor berishi, yuzida qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, husnbuzarlar bo'lsa, vaqtida oldini olishi, davolashi men tavsiya qilib qolaman.